ishlari agentligi va Xalq banki hamkorligidagi mutolaa loyihasi doirasida tayyorlandi. Doktor Nevzat Tarxan. Ayol psixologiyasi. Turk tilidan Zebiniso Hayitova tarjimasi. Bugungi shiddatli zamonda kitob o'qishga vaqt ajratish oson emas. Lekin shunday kitoblar bo'ladiki, mutolaaga ketgan vaqtingga 100 karra rozi bo'lasan. Ayniqsa inson kimdandir so'rashga istihola qiladigan mavzu yoki holatni aynan kitobdan topsa, yana kitob mutaxassis tomonidan yozilgan bo'lsa, qanday yaxshi. Qo'lingizdagi kitob shunday qadrli. Unda ayollar borasidagi istalgan savolga javob topasiz. U yoshga doirmi, ish yo ish haqidami, oila yo farzandlar mavzusi bo'lsin, er va ayol munosabatlari deysizmi? Xullas, istalgan savolingizga professor Nevzat Tarxanning javoblari tayyor. Muallif haqida. 1952-yilda Merzifon shahrida tug'ilgan professor doktor Nevzat Tarxan 1969-yilda Kuleliya harbiy litseyini, 1975-yilda Istanbul universiteti Jarrohboshi tibbiyot fakultetini tamomlagan. Gata amaliyoti va Kipr hamda Bursadagi harbiy xizmatidan so'ng 1982-yilda Gatada psixiatr mutaxassisligini tamomladi. Erzinjan va Chorluk kasalxonasida shifokor bo'lib ishlaganidan so'ng Gata Haydarposhshoda yordamchi dotsent va dotsent darajasiga ko'tarildi. U klinikada direktor lavozimida faoliyat yuritdi. Bu orada polkovnik va professorlik darajasiga erishdi. 1996-1999 yillar oralig'ida 100-yil universitetida o'qituvchi va sud tibbiyot institutida ekspert bo'lib ishladi. U o'z xohishi bilan nafaqaga chiqdi. 1998-yilda Amerika xotira markazining Turkiyadagi vakili sifatida faoliyatini davom ettirdi. 2006-yilda Istanbul kasalxonasiga, 2011-yilda esa barcha aktivlarini xayriya qilgan holda Uskudar universitetiga asos solgan. Professor doktor Nevzat Tarxan o'z ilmi va ishonchini, tafakkuri va iymonini hayotida uyg'unlashtira olgan, natijalarini shaxsiy va ijtimoiy hayotiga olib kira olgan olimdir. U uzoq yillar davomida mashaqqatli mehnati va izlanishlari bilan erishgan psixiatriya yo'nalishi bo'yicha bilimlarini 150 dan ortiq tadqiqot maqolalari va 45 ga yaqin kitob hamda kitob boblarida bayon qilgan. 135 ta tadqiqotga oid maqolasi milliy va xalqaro ekspertizadan o'tgan jurnallarda chop etilgan. Ulardan 50 dan ortig'i Vogue doirasidagi jurnallarda bosilgan. Mazkur asarlari orqali yozuvchi Turkiyadagi vizual va yozma ommaviy axborot vositalarida uni kuzatib boradigan 1 milliondan ortiq o'quvchiga ega bo'ldi. Uning ayrim kitoblari ingliz tilidan tashqari bolgar, Indoneziya, Eron, Alban va Ozarbayjon tillariga tarjima qilingan. Professor doktor Tarxan o'z ishini o'ta jiddiy yondashuv va hassoslik bilan bajaradi. Uning mehnati va muvaffaqiyatining asosiy omili bu hayot falsafasi va diniy nuqtai nazaridir. Dunyo bilan cheklanib qolmay, dunyo va oxiratni ham o'z ichiga olgan hayotiy dunyoqarashi har bir ishni bajarish chog'ida Yaratganning huzurida ekanini anglashidan shakllanib boradi. U o'z kitobxonlariga tadqiqot, kuzatish va isbotga asoslangan ilm va olam dalillarini hisobga olgan holda Alloh taoloning koinotda aks etgan sifatlari bilan aloqa o'rnatgan iymon asoslarini mana shunday taqdim etadi. U koinot va Qur'onni bir-birini qo'llab-quvvatlovchi tarzda tushuntirishga muvaffaq bo'lgan noyob olimlardan biridir. U olim sifatidagi shaxsiyatini o'z hayoti doirasiga tushirishga muvaffaq bo'lgani bilan birga, o'rgangan haqiqatlarini boshqalarga yetkazishni o'ziga shior qilib oldi. Bu xilma-xil nuqtai nazarining asosiy manbai yoshligidan mutolaa qilib, hayotiga yo'l boshlovchi sifatida tanlagan Qur'oni Karimdir. U ham universitet yillarida hayot va borliq ma'nosini
savol ostiga qo'yuvchi yoshlar kabi tasodifiy borliq, hayotning ma'nosi, darvinizm, nega yovuzlik bor, dinga ehtiyoj, e'tiqod psixologiyasi, o'limdan keyin hayot bormi, odamning aqli va ruhi qanday qilib qanoatlansin kabi savollarning javobini Qur'on izohlari va ilmiy tadqiqotlar bilan isbotlab, o'quvchilari bilan o'rtoqlashdi. Psixiatr o'laroq ijtimoiy hayotni yaqindan kuzatadigan doktor Tarxan ijtimoiy hayotni to'g'ri tahlil qilib, ommaviy axborot vositalari orqali jamoa psixologiyasining ahamiyatiga doimo to'xtalib keladi. Bundan tashqari, shular bilan cheklanmagan professor doktor Nevzat Tarxan hamisha insonga sarmoya kiritishni maqsad qilgan va bu yo'lda o'zining moddiy hamda ma'naviy imkoniyatlaridan ham foydalangan. Uning bu kabi barcha harakatlariga jamiyatning aksariyat qismi guvoh bo'lgan. Umrining oxirigacha diniy nuqtai nazardan ezgu maqsadlarga intilishda davom etishni o'z xatti-harakatlari va izlanishlari bilan ifodalab kelmoqda. Barcha daromadlarini o'zi asos solgan Tarxan fondiga o'tkazgan professor doktor Tarxanning kitoblari 1 million nusxadan ortiq sotilgan. U ingliz va nemis tillarida gaplashadi. 2 farzandning otasi. 1400-yilga borib taqaladigan oilasining shajara daraxtini 2017-yilda kitob shaklida nashr ettirgan. Hozirda u Uskudar universitetining asoschi rektori va Turkiyaning birinchi nevropsixiatriya shifoxonasi hisoblangan Istanbul miya shifoxonasi direktorlar kengashi raisi lavozimlarida ishlab kelmoqda. U hech qanday davlat manbalari yoki hissalarini ishlatmasdan barcha mulklarini xayriya qilish orqali asos solgan Uskudar universiteti bugun 22 mingdan ortiq talaba bilan bo'lajak Nobel mukofotiga nomzodlar ta'lim oladigan miya markazi sifatida o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Universitet professor doktor Nevzat Tarxan va jamoasining global nuqtai nazari bilan G20, H20 sammitlarida ishtirok etgan birinchi va yagona turk universiteti sifatida mamlakatimizni dunyoga tanitmoqda. Professor doktor Nevzat Tarxan boshchiligidagi Uskudar universiteti va Istanbul miya shifoxonasining mutaxassislari tomonidan dunyoning eng nufuzli psixiatriya uyushmalaridan biri Amerika psixiatriya assotsiatsiyasining APAning 2020-yilgi kongressida taqdim etilgan hisoblash psixiatriyasi va kelajak istiqbollari nomli taqdimoti 2021-yilning har oyida APA a'zolari o'qiydigan 12 ta darslikning biri sifatida kiritilgan. Ijtimoiy himoya bo'yicha olib borgan tadqiqotlari. Tarxan jamg'armasi tarkibidagi inson qadriyatlari va ruhiy salomatlik jamg'armasi raisligi, inson huquqlari bo'yicha faoliyat olib boruvchi Aster adolat himoyachilari uyushmasi raisligi, yetim bolalarning haq huquqlari bilan shug'ullanuvchi Baxtli uy uyushmasi raisligi, bolalar va o'smirlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashuvchi Qani tut qo'limdan uyushmasi raisligi, Hamkorlik tashkiloti raisligi, Turkiya miya xaritalash uyushmasi raisligi, ilmiy a'zoligi, Amerika psixiatriya assotsiatsiyasi, Nyu-York fanlar akademiyasi, Nyu-York akademiyasiga qarashli psixiatriya jamg'armasi, Xalqaro psixogeriatrik assotsiatsiya, EK ijroiya kengashi va klinik neurologiya jamiyati kengashi, psixiatriyada neyroimijing xalqaro jamiyati, Amerika xavotirning buzilishi assotsiatsiyasi, Milliy geografiya jamiyati, Xalqaro neyrofedbask va tadqiqot, miyani xaritalash va terapevtika jamiyati kengashi, Turkiya miyani xaritalash va terapevtika jamiyati bosh raisligi hamda Turk Amerika neyropsixiatriya assotsiatsiyasi bosh raisligi a'zosi. Mualliflik kitoblari. 1. Qon va qon aylanishi 1982 yil. 2. Stress va kasalliklar 1989 yil. 3. Psixofarmakologiyadagi innovatsiyalar
1991-yil. 4. Sertralin monografiyasi. Pfizer nashrlari. 1992-yil. 5. Zo'ravonlik. Professor doktor Ibrohim Baljiog'lu bilan. 1998-yil. 6. O'zingiz bilan tinchlikda bo'lish. 2001-yil. 7. Baxt psixologiyasi va stress bilan kurashish. 2002-yil. 8. Psixologik urush. Grey propaganda. 2002-yil. 9. Oila maktabi. 2004-yil. 10. Ayollar psixologiyasi. 2005-yil. 11. Nikoh psixologiyasi. 2006-yil. 12. Tuyg'ular psixologiyasi. 2006-yil. 13. Hayot haqida. Professor doktor Elif Ilgaz bilan. 2008-yil. 14. E'tiqod psixologiyasi. 2009-yil. 15. Omma psixologiyasi. 2009-yil. 16. Asimetrik urush, siyosiy psixologiya. 2010-yil. 17. Oxirgi boshpana oila. 2010-yil. 18. Qaramlik. Dotsent Serdar Nurmedov bilan. 2011-yil. 19. Psixologiya va inson qadriyatlari. Go'zal inson modeli. 2011-yil. 20. Davr vijdoni, badiiy zamon. 2012-yil. 21. Aqldan qalbga sayohat. Badiiy zamon modeli. 2012-yil. 22. Siz, men va bolalarimiz. 2012-yil. 23. Masnaviy terapiyasi. 2012-yil. 24. Rumiy terapiyasi. 2018-yil. Masnaviy terapiyasi kitobining ingliz tilidagisi. 25. Pozitiv psixologiya. 2012-yil. 26. Yunus terapiyasi. 2013-yil. 27. Sevgi terapiyasi. 2014-yil. 28. Ongli oila bo'lish. 2015-yil. 29. Ongli yosh bo'lish. 2015-yil. 30. Ona inqilobi nimani anglatadi? 2017-yil. 31. Iymon psixologiyasi kitobining inglizcha tarjimasi. 2018-yil. 32. Ongli oila bo'lish kitobining ingliz tilidagi tarjimasi. 2019-yil. 33. Ongli yosh bo'lish kitobining ingliz tilidagi tarjimasi. 2019-yil. 34. Hazrat Mavlono bilan oila terapiyasi. 2019-yil. 35. Ijtimoiy media psixologiyasi. Dotsent Aylin Rudgun Unal bilan. 2021-yil. 36. Raqamli salomatlik savodxonligi. Raqamli kasalliklar va kiberxondriya. Dotsent doktor Aylin Tutgun Unal va Yujel Eginji bilan. 2021-yil. 37. Donolik psixologiyasi 1. 38. Donolik psixologiyasi 2. Muallifning barcha kitoblari mualliflik huquqi Tarxan jamg'armasiga tegishli.